Alo Sevar, yaxshimisan? Yaxshi, o'zing yaxshimisan? Ha, rahmat. Shanba kuni vaqting bormi? Ha, bor, tinchlikmi? Gap uchun qur'a tashlashimiz kerak-ku, nima unutdingmi? Voy, o'rtoq, bilasanmi? Bu safar gapda men qatnasha olmayman, sharoitim shunaqa bo'lib qoldi. Lekin albatta borishga harakat qilaman. Mayli, o'zing bilasan. Xullas, biz uchun endi Sevar yo'q. O'zi qanaqa qilib chiqarib yuborishni o'ylab yurdim. Voy, kelaman debdi-ku. To'g'risini aytsam, men ham bu safar gapda qatnasha olmasam kerak. Voy. Erim yig'ishtirdi. Uzr o'rtoq. Uzr, o'rtoq. Uzr, o'rtoq. Hammadan qisam sendan kutmagandim. Bilasanmi, shunaqa xafa bo'lishingni bilib, senga yetkim kelmayotgandi. Nimani? Biz qizlar bilan gap o'ynashdan ko'ra, shu pullarni V2 da investitsiya qilishni lozim topdik. Vitu? Ha, V2. Obbo, kim aytdi bunga? Men aytdim. Rahmim keldi-de. Hali shunaqami? O'tir. Men bu Qaysar o'rtog'imizga ham V2 haqida ma'lumot berib yuboring. Albatta. V2 investitsion kompaniyasi sizga mablag'ingizni halol va ishonchli investitsiya qilish imkoniyatini taqdim etadi. Misol uchun, har oy to'plamoqchi bo'lgan pulingizni V2 orqali investitsiya ko'rinishida kiritsangiz, siz nafaqat pulingizni yig'asiz, balki qo'shimcha daromad topish imkoniyatiga ham ega bo'lasiz. Qanday qilib? V2 orqali siz sanoatdagi eng yirik bo'lgan Akfa Aluminium Group kompaniyasi ulushdoriga aylanasiz va kiritgan investitsiyangiz yiliga 2 marotaba prognoz qilingan 10% dan 15% gacha AQSh dollari ekvivalentida sizga daromad keltiradi. Har 6 oyda esa ko'rilgan foydangiz sizga dividend ko'rinishida kelib tushadi. Bizda hammasi halol, ishonchli va shaffof. Yaxshi, mana. V2 bugundan boshlang.